Tayyorda. Sizga bir sovg'amiz bor. Rozimisiz sovg'a bersak? Keling, sen bu yoqqa keling. Shunday kunlar kim xohlamaydi Sovg'ani bor. sovg'a. Hech kattaroqni bering. Benzin beraman sizga. Rahmat. Aka, sizga bu shurpa yor. Ana aka. Magazin, Umid Ustani magazini nomidan mana shu bola Umid Usta bo'ladi. Assalomu alaykum. Aka, sizlar yaxshimi aka? Podarka qilib yubordik. Knopkadan zavod bo'ladi bunisi. Hay buni endi podarka qilaman, bu qimmat. Qachon? Bu qimmatda. Bir 10 mingta odam bo'lsa podarka qo'yamiz mana. 10 mingta pastchi ko'paysa podarka qilasizmi? Podarka qilaman. Javob. 17 ming rubl turadi mana. Mana. Akalar opalar 10 ming Ko'rsin so'tinglar. Shunda xalqlar. bitta papsiz. Yana sovg'a bormi? O'zingizga analizga qilamizmi bitta? Yana sovg'a buyurib. qilamiz. Assalomu alaykum akalar opalar, videoni so'rmanglar. Bugun biz mana podarkani ko'chaga olib chiqib tarqatamiz. Juda ko'p kommentariyada yozdi. Dvornik, kuryer har kimga tarqataveringlar debdi. Biz metro Marinodan ana olib chiqdik o'z aravacha bilan. Yo'limizdan chiqqan qiynalgan odamga tarqatamiz. O'zi buni moshinga ortib, realni qiynalgan odamlarga beramiz. O'zlaring ko'rasizlar qanday holatga tushadi. Sovg'alarni olib, mana shu podarkalar mana shu magazinning nomidan, Umid Usta magazini nomidan. Umidjon nima deysiz? Assalomu alaykum avvalambor hammaga. Men nima deydim? O'zimdan sam bilan va'da berdik. Ha. Topshiramiz nima deydi? Odamlar o'ylamasinda yana bular haliga chiqib olib turib kelishyapti. Xudo xolasa kimga nasib qilgan bo'lsa topib qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Biz nima deymiz boshqa? Biz hech qachon narsani uyushtirib, boshqa blogerlarga o'xshab egasiga yetib borganda sinib qolmasin. Sinmaydi. Uyushtirib qilmaymiz. Realni hozir ko'zlaring oldida haqiqatdan ham qiynalgan. Mana shu metroni oldidan yaqindan topsak ham bo'lardi. Bizga oson bo'lardi ishimiz. Lekin biz domlarni tayinlab yurib, iminni qiynalgan dvorniklarni topib beramiz. Atrofingizga odam qarading, bir aylansa. Ha, mana qaranglar, bitta hech kim yo'q. Mana shundan qaranglar. Nechta odamni topsa bo'ladi, mana ko'rib yuribdi. Bittasini kuryerga mana buni Beramizmi shu odamni? Serozga kuryerga. Ruskiy emasmi-ka? Ruskiy bo'ldi. Ruskiymi? Qanday topamiz endi dvornikni? Mana traktorchidan so'rasak biladi qayerda dvornik borligini. Biz bu territoriyada yo'q podarka oladigan odam. Hozir moshinga ortib, ko'chama-ko'cha domlarni tagidan dvornik stroykada ishlaydigan odamlarni qidirib topib beramiz. Nimaiki metroning oldida biz ko'rmayapmiz qiynalgan odamni. Shuning uchun hozir haqiqatdan ham egasiga topshiramiz. Qani xursand bo'ladimi, yo'qmi? Shu videoni qo'llab-quvvatlanglar. Mana shu balaga ham rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Shu magazinning nomidan shularni bepul beryapti. Qani bo'lmasa, ketdik moshinga ortib, ko'chama-ko'cha uzoq joylarga boramiz. Aylang o'sha akalarga aylang. Ayollar olmaydi, ayollar. Shoxsi berganda bo'lardi. Akalarni ketyapti, sovg'ani bering. Yaxshimisiz? Durustmisiz? Sherzod ismingiz? Ha, Sherzodman. Siz yaxshimi? Qayerdansiz, tog'a? Assalomu alaykum. Qayerdan O'zbekiston? Samarqanddan. Samarqand, qayerdan Samarqand? Samarqand Tayyor rayonidan. Tayyorda. Sizga bir sovg'amiz bor. Rozimisiz sovg'a bersak? Keling, sen bu yoqqa keling. Shunday kunlar kim xohlamaydi sovg'ani. Sovg'ani bor. Ro'zg'or. Assalomu alaykum. Aka qayerdansiz? Buxorodan. Buxoroni qayerdan? Shog'irdan. Sho'g'irgondan. Bag'ayib turishim mikrofonni. Mana shunday. Sho'g'irgondan? Necha yoshdasiz? 18. 18. Sizlarga bitta sovg'a bor. Bersak rozimisiz? YouTube'ga chiqyapsiz lekin. Sizni syomka qilyapti. Maylimi? Voy keling. Tog'a, sovg'alarimiz bor. O'zingiz tanlaysizmi, o'zimiz tanlab beraveraylik? Xohlaganingiz. Hozirgi oyda tanlab ol. o'shanda. Tanlab ol. Biz aytib qo'ying, biz qancha odam istayapmiz. Biz ham to'g'ri kengayib beramiz. Biz domlarni aylanib aka-ukalar odam topish qiyin bo'ldi. Mana shu ko'chadan mana svetofordan quvib mashaqqatni nasib qilgan ekan mana. Agar sizga telefon qilib uyushtirib qo'yganimiz yo'q, to'g'rimi? Yo'q. Nimada ko'raydim baba. Ha, Sherzod akani ko'rgansiz. Assalomu alaykum, mana yana bir bor. Aka, qaysi birini olasiz? Hech kattaroqni bering. Benzin beraman sizga. Rahmat. Aka, sizga bu shurpa yor. Mana shu nima qilinglar, yangi hali ochilgan yo'q sizlarga. Xursandmisiz? Xursandman, rahmat. Siz ko'p turganlar nima deysiz? Ko'p bir xil o'ylashi mumkin, uyushtirib beradi deb. Yo'q. Siz realni ko'chadan ushladingmi? Ha. Aka, mana ro'za kunida mana shu Umidjonga Odam topish qiyin bo'lganini bir ayting. Qanday bo'ladi? Odam topish qiyin. 1 soatdan beri ko'chada odam qidirib yuribmiz. Domlar atrofida dvornik yo'q. Dvornik yo'q. Nima aka dvorniklar yo'q? Oylik pastda. Ketganmi dvorniklar? Ha, mana kuryerga o'tib olyapti ham. Kuryer bo'lib ketganmi? Dvornik qolmagan akalar, dvornik topib bo'lmayapti. Kuryer majbur biz mana bu kuryer akamizni ushladik. Siz nima ish qilasiz? Shu dvornik men ham. Yana bormi dvornik sheriklaringiz? Endi izlab topish kerak. Ikkita ishda bor. Qayerda? Ishlash kerak u. Aniq joyi yo'qda. Siz qayerda yashaysiz?
Shunday yo'q. Bitta joyda yashamaysiz kambarlar? Yo'q, hamma o'ziga. Dvorni qolganmi shu atrofda? Ikkita uchta bor xolos. Aka, sizlarga rahmat. Mumkin Mayli. bo'lsa bitta rasm Mayli gap yo'q. televizorda ko'raydim, Gap yo'q. nimada YouTube'da. Ha, YouTube'da chiqadi. Sherzod Musofirlar kanalidaysiz. Iltimos, bitta rasm Ha, olasizmi bizni? Men bitta rasm ko'raveray. Bitta rasm Bo'ldi, bo'ldi. Mana bu. Sog'lash tushaylik. YouTube'ga ham rasm uydagilaringiz ko'radi ekan. Sog'landi ham nima qilingda? Videoga olindi. Qayerdan ishladi. keldingiz? Samarqanddan. Samarqandliklarga biron gapingiz bormi? Ha, samarqandliklarga ham Xudo xolasa mana yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Mana bu akam men televizorda ko'rishaydim, mana hayotda ko'rishdim, bir yaxshi sovg'a berdi. Abadiy bo'lsa ishlaringiz omad, charchamangizlar. Akalar opalar mana Umid ustani nomidan, Umid ustani magazini nomidan mana benzin pila ko'rib turganlar yana aldaydi deb o'ylaydish mumkin-da bir xilla. Mana realni. Mana ko'rib turganlaringdek aka yaxshi kunlaringizga nasib qilsin. Uka sizga ham mana shu ochilgan yo'q mana, просто salafani yirtildi mana. Hovlachalaring ochib ko'rsatishlari yana bir kishi kelyapti. Sizlar turib turinglar. Yana bir kishi kelyapti. Dvornik yo'q deysiz, tog'a mana shu yerda ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Siz qayerdansiz aka? Andijondanmi? Qayerdan Andijon? Andijonda oltin ko'rdim. Bitta nima ish qilasiz? Maliyachilik bilan shug'ullanaman aka. Ustomi? Ustoz. Siz videoga olyapsiz, rozimisiz? Bitta sovg'amiz bu. Usta desak aka bu xafa bo'lmaysiz, bu formang ustaga o'xshamayapti. Siz ham aytib qo'ying videoga. Dvorga Sovg'a beramiz. Maliyarda ishlayman-da. Sovg'a beramiz. Yana bormi ichkarida odamlar? Ishlashyapti, ha, remont qilish. Maliyarda nima ish qilasizlar? Padiz remont qilamiz. Pilisos kerak bo'ladimi? Pilisos? Ha. Pilisos ham kerak bo'lsa kerak. People sovg'a qilsak rozimisiz? Hozir rozim aka. YouTube'ga Bittasini olib qo'yamiz. keling. Xafa bo'lmaysiz. Men olib kelaman. Mana. Mana keling. Aka, Voy, necha yoshdasiz? 35 ta. 35 da? Ha. Ish qiyin emasmi? Yo'q. Bu akadan so'rasak yo'q dedilar-da, siz dvornik deb o'ylayapmiz. Yo'q, maliyar. Maliyada? Maliyar. Ana shu pilisos sizga. Ana aka. Magazin, Umid ustani magazini nomidan, ana shu bola Umid usta bo'ladi. Shu nomidan ehson. Rahmat aka. Rahmat. Sizlar ishlaringizga omad, hamisha sog' bo'linglar. Sizlar YouTube'da ko'rib turaman, xudo xolasa. Rahmat. Sizlar ham sog' bo'linglar. Ro'zani kunida sovg'a qillang. Doim sizlarni. Qayerga, nimaga chiqqandingiz siz? Shuni ham tushuntiring endi. Endi biz soat 4:30da ishdan qaytamiz, уже soat 4:30 bo'ldi shu uyga. Bo'ldi. ketyapti Yana ya'ni. o'ylamasin. Yo'q, yo'q. Sifsani deb aytib qo'yasiz o'zingiz ham kana. Sani nima kerak? Ya to'g'risini ayting, ro'za kunda yolg'on gapirish yo'q. O'zimizni shu boshnalar rasmga tushyapti o'ylabman. Biyalar bilan suhbat uryapti. Rasmga tushyapti, kelyapti dedim-da. Shu uyga qaytyapmiz, xudo xolasa. Yana 3 ta sovg'amiz qoldi. Endi 3 ta sovg'amiz hozir yuvilmay yana berib ketamiz. Akalar opalar, Sizlar ham. mana biz topdik 3-chi odamni ham уже. Hozir to'g'risi dvornik topishga qiynalyapmiz. Ko'chada qiynalgan odam. Duvorniklar ham bor oldi, yuk turishyaptilar, ketib qolishibdi-da. Qayerda yashaydi ular? Mumkin chiqadi. Shu tomonga dom ko'p ekan, haydaylikchi. Mana shuda bo'ladimi? Ularni topib salayim qiladi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat sizlarga ham. Xo'p. Mana odam qidirib keldik. O'zim aytdim, akalarimiz ishlayapti ekan, kamroq nariroqda ko'rib qoldim, mashinada o'tib ketayotib. Ikkita tuhfamizni mana shu yerga oldik. Yana bittasi qoldi. Hozir bittasini metro Marinani oldiga beramiz. Kamera dvoridanda. Hozir peshxot yonsa o'tamiz, o'zlaring ko'rasizlar, shu odamlar bilan. Bizga qarab turibdi o'zi. Hayrat. Hayrat. Mana bittasini siz menga berib yuborasiz, mana. Bittasini ikkita ovoz olishimiz kerak. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Aka, sizlar yaxshimi aka? Siz yaxshimi? Siz yaxshimi? Siz yaxshimi? Siz yaxshimi aka? Siz qandaysizlar aka? Nima ish qilyapsizlar? Ish. Tog'asi necha yoshdasiz? 43. Sizchi tog'a? 43. Sizlar yosh. Siz 29-chi? Qayerdasizlar? O'zbekiston. Qayerdan? Boshdan. Endi bizni sovg'amiz ikkita. Ikkita yosh katta odamga bersak, sizlar xafa bo'lmaysizlarmi? Xafa bo'lmaysizlar. Aka, mana sovg'a sizga. Ro'za kunida Umid ustani magazinidan bepul. Mana shu Umid ustani o'zi mana ikkinchisi mana aka sizga bu lazer. Ustochilik qila olasizlarmi? Kam. Qila olasizlar? Mana lazer komplekt. Nima deysiz bizni ko'rib turganlarga? Ishdan boshlang. Sizlarga rahmat katta. Yo, hozir ko'pchilik sizlarni uyushtirib ham beryapti, tanish bilishiga deyishi mumkin. Qayerdan, necha marta o'tib ketdik shu yerdan?
Lekin hozir o'tdingiz ko'rdim. Ha, Tojikistonga nomada. ha. O qaradingiz ham aytib Tojikistonga nomada dedi. Lekin unda keldingiz, lekin tanidingiz. Tanidingiz a? Ha, xullas YouTube'da ko'rdim da necha marta ko'rgan. Qarimadim. Oldingizni bilmadim shu kishi dedi. biz o'tib ketdik, qarasak, biz bular tojik o'zbekmikin dedik, uzoqdan ruskimikin dedik. Keyin unda to'xtab qaytib keldikmi keyin? Bir to'xtadingiz bu yerda. Ha. Aynading, aynalar. Aynalarga nima deysiz? Aka, kim uylanmagan bitta? Hamma uylangan. Nechta farzandingiz bu? Bitta. Sizdachi? Yo'q, hali yaqinda bo'ladi. Ya, necha yil bo'ldi? Bo'lgan yo'q. Ha. Sizchi? Yaqinda bo'ladi. Nechinchi yil sizlar? 96. 96-yillar bo'lmi mana 96-yillar. Ko'rib turganlaringdek hammaga rahmat. Mana biz o'zi ikkitasini topshirdik. Mana yana bitta qoldi. Hozir bittasini men metroni oldiga borib topshiraveramiz. Nasib qilsa duodamiz hamma vaqt Shu narsalar bilan ustozchilik qilib boyib ketasizlar xudo xolasa. inshaalloh. Xudo hammaga bersin. Iloyim. Boshqa nima deydi? Bitta nima kumba kelganmisizlar? Ha, kelganimizga bir 3 kun 4 kun bo'ldi. Tojikistondan kelganmiz. Ha. Endi Bu nima ish qildi? Nima tayini aylantirib qo'yapsiz? akini tozalab qo'yapmiz. Kraska qilamiz, temirlar. Dogovor qilgandasin, ha, kraskani. Polni kraska o'zlaring qilib berasizlarmi? Boshqalar qilib keladi, tozalab. Sizlar faqat tozalash dogovor qilgan. Boshlanishi shundanda. Ha. Akalar opalar mana ko'rib turibsizlar, nima deymiz? Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni o videoni orqaga ko'ringlar. Hozir eng oxirgi podarkamizni Metro Marinoga borib topshiramiz. Qayerdan Xorazm? Xorazm o'zi. O'zida. Salom. 10 minut vaqtingizni olaman, maylimi? Ketdik. Sumka. Mana. Qayerdan reportaj? Kelyapti. Mana buni qo'y. O'zbekistonga o'tyapsiz? Sumkangizni olavering mayli. Kelavering. Nima niyati bu? Olib ketardim uyga degan. Uyga olib ketaman deydigan nima Ha, niyatingiz? shunday qilsak yaxshi bo'ladi. Bepul. Lazer. Lazer? Oling mana lazer. Qani lazer? Mana shu bida? Shular ham lazer. Mana lazer. Hech qanday bepul o'yin. Mana shunday olasiz, ketasiz. Shu magazinni nomidan Bitta Ruzoyga sovg'amiz bepul qoldi-da. sovg'a. Ha, bitta sovg'amiz qoldi, nasib qilgan. Qaysi lazer olasiz? Bunaqasini kutmaganman. Kampilik oyoq bilan oling bo'lsa. Mana. Mana kampilik oyoq bilan mana. Mana. Sumkachasi bilan. So'mkachasi bilan. Qo'pol bo'lib ketmaydi. Bo'lmasa bunda ham oyog'i bor, farqi yo'q. Shumi? Olib chiq bitta. Qani kim bor? Bitta olib chiq tez. Paketdan olib chiq. Shuni yangisini beramiz. Просто bir ko'rgazmaga qo'yilgan. Xorazmliklarga nima deysiz? Xorazmliksiz? Qayerdan? Qo'shyo'qir. Futbolga biron gapingiz bormi? Hozir aka. Nechida uchasiz bu? Kim Akbar kim? Kim bor? Ko'pchilik o'ylashi mumkin. Akbar O'zini tanishini olib kelgandir. Siz Bundan hozir tushdi. hozir tushdinglarmi? Hozir tushib kelyapti. To'g'ri. Sana aka. Bunaqa bilmadim lekin. Mana. Dadangiz nima ish qiladilar? Dadam so'yga shu. Dadangizga ish beradilarmi? Buni var O'zbekistonga olib ketib, o'zingiz qaytib kelasizmi? Qachon kelasiz o'zingiz? Bir oydan keyin. Dadangiz nima ish qiladilar? Dadam ham shu ro'kada. Ishlatadilarmi? Ishlatadi. Yaxshi kunlaringizga mana buyursin. Nima deysiz, rostmikan? Rost ekan. Aka o'ynab yuborash kerak. Bu o'yin emasmi? Bepul berilyapti shunchaki. Ha. Savob ish kutsa. Rahmat. Ishlayapsiz rozi bo'lsin. Mana shu magazin, mana shu magazinchini nomidan bepul berilyapti. Shu magazinchini haqiga duo qilib, videoni tarqatib qo'yasizlar. Mayli aka, sizga oq yo'l, yaxshi yetib oling. Buni ko'ga ketyapsizmi? Ha, uni qo'y. Rahmat a. Xo'p. Aka opalar mana ko'rib turganlaringdek Umid Usto bilan biz hamma sovg'alarni topshirdik egalariga. Mana shu Umid Ustoga ham rahmat. Shu Metro Marinoning 5-vohidida shu magazin ochilgan. Ko'rib turganlaringdek eng arzon narxdagi magazin. Agar kimgadir shu magazin qiziq bo'lsa, mana ekranga telefon nomer qoldirdik, adresini ham yozib qoldirdik. Metrodan chiqqaningizda to'g'ridagi magazin. Umidjon sizga ham kattakon rahmat shuncha sovg'a berganingiz uchun. Hammaga rahmat. Olganlar ham hamma deydi. Nima Rozimiz biz Samoylarga chin ko'ngildan nasib qilsin. Nima deymiz boshqa? yana sovg'a bormi? O'zingiz kanalingizga qilamizmi bitta? Yana sovg'a bepul. Sovg'a qilamiz. Videoning davomini kutingizlar. O'zimiz kanalga yana bitta video qo'yasiz, tushuntiramiz uni. Bo'ldi. Biz mana ko'rganlaringdek bugun hamma sovg'ani tarqatdik. Umid Ustani kanaliga o'tsalaring mana ekranda yozilgan. Endi Umid Ustani kanalidan bepul tarqatamiz, deyapti Umidjon. Biz bu haqida yana video olamiz. Keyingi videomizda meni kanalimda ham chiqadi, Umid Ustani kanalida ham chiqadi. Kuzatishda davom etinglar.
Metro Marina 5-qavatga eng arzon instrument magazin kelaverasizlar. Hamma narsa bor. Yo'q narsani o'zi yo'q. Silka kommentariyada bo'ladi. Mana birinchi kommentariyadagi kirsalaring, ko'k harf ustiga bosalaring, Umid Ustani kanaliga o'taverasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat.